Jonim qizim, oila qurganingdan keyin hech qachon yoringni telefonini titkilama. Telefon ishonch ko'zgusi. Uni tekshirish emas, ishonish oilani mustahkamlaydi. Birovlarning oilasiga qarab oilangni solishtirma. Har uyning ichi boshqa, tashqarisi boshqa bo'ladi. Yoringni boshqalarning oldida tanqid qilma. Oila ichidagi gap o'sha devor ichida qolsin. Uy yumushlaridan charchagan paytingda bahs ochma. Charchoq bilan aytilgan so'z yurakni sindiradi. Uning xatolarini fosh qilma, tuzatishga yordam ber. Ayblash uzoqlashtiradi, tushunish yaqinlashtiradi. Har kuni o'zingga e'tibor ber. O'zing uchun vaqt ajrat. Husningni, qalbingni va niyatlaringni go'zal qil. Ana shunda haqiqiy baxtga erishasan.